Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. 23-iyun 2025-yil. Kecha mana somonlarimizni o'rib, bug'doylarimizni o'rib yig'ishtirib oldik. Kimga somon kerak bo'lsa kelaveringlar. Somon mana yerda turibdi. Hech kim olgani yo'q. Mana somonlar. Kimga kerak somon mana? Juda mayin somon. Molga kepak qo'shib ham bermaysiz. Shunda kepasiz o'zini yo'radi somonlar. Mana o'tgan yilgi ekkan teraklari. 1,5 ming tub. O'sha ko'rinib turgandan ishni kelib chaqqacha man terayim. 1,5 ming tub. O'tgan yil ekkanman 4 qator qilib. Asab yil yerga o'rnashib zo'r bo'lib qoldi. Alloh. Mana daroki mollar kirib og'anatishni boshlabdi mollar ham. Mana o'tgan yil ekkanimi. Tanasi hozir shuncha bo'libdi. O'tgan yil ekkanim 1 yashar edi. Yil 2 yashar bo'ldi mana teraklari mana. Oho, yonlaridan shoxlab ham ketibdi. Eskilardan chiqib. Mana shu o'tgan yil ekilgan 1 yasharlik terak edi. Yo, 3 metr, 4 metr bo'lib ketibdi bo'yi. Mana aradichi 1 metr chuqur. Samsunda 1 metr ko'lattirib ekilgan bu teraklar. Yaqinda o'rgamchikana tushib qolgan ekan, maytlariga sepib ta'sir qilibdi. Mana maytlar baylar to'g'lanyapti mana. O'rgamchikanalari o'libdi. Kimnidir teragiga qurt tushib yeyotgan bo'lsa, dori sepish kerak ekan terakka. Ta'sir qilar ekan. Mana endi o'rgamchikanalari yo'qolyapti. Maytlarni mol g'azibdi. Mol kirib. Somon zarli odamlar somonga kelinglar mana somon. Hozir prespadbor chaqirdi, prespadbor kelyapti. Prespadbor 2,5 ming so'mdan baylayman deyapti. Yer ichida somon 5 ming so'm bo'lyapti. Shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu yerda ikkita sigirim ham turibdi. Dalaga baylanganlari. Yaxshi baylab qo'yishibdi, to'g'ri men uydan kelganimcha. Mana shu limonlar. Mana sigir. 15 ta sut beradi mana sigirimiz. Narigisi bo'g'oz. Mana yoqdagi ota teraklarimiz.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha hammalaring bilan.